Hurmatli kuzatuvchilar, Qashqadaryodan kelgan mijozimizni ham Shinray mashinasi tayyor holatga keltirdi. Mijozimiz o'zi ham shu yerda ekan. Ikki og'iz fikrini bildirmoqchi ekan. Tog'a bemalol gapiraverasiz. Ustolarga kattakon rahmat. Mana ishlarimiz a'lo daraja bo'ldi. Ishlarga rahmat. Ishimiz yoqdimi tog'a? Yo'q, xudo shukr. Sifat qanday? Sifat haqida gapiring. Yaxshi. Качество. Aytilgan ishlar hammasi bo'ldimi? Четкий. Hurmatli kuzatuvchilar, qisqacha obzor qilib o'tib ketaman. Bu mashinamizga Alikafonda izolyatsiya furgo ustunuki qilib berdik. Karonalariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal darajada o'rnatilgan. Yon tomonni 3-eshigini ham ochib berganmiz bunga qo'shimcha ravishda. Ichki tomonlariga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal darajada bironta uloq tushmagan. Tashqari tomoniga ham umuman uloq tushmagan. Undan tashqari yon gabaritli chiroqlar ustunuki qilib berganmiz. Fiksatlarni o'rnatib berganmiz. Orqa tomonni ruchkalarini qulflanadigan ruchkalardan qo'yib berdik. Tepasiga ham gabaritli chiroqlar ustunuki qilib berdik. Har doimgidek komfort do'g'iladigan ustunuki qilib berganmiz. Ichida ham yana bir ko'rsatib o'tib ketaman. Oppoq rangda bo'lgan, ichlariga plafonlar, orqa tomoniga plafon, uchinchi eshik tomoniga plafonlar ustunuki qilib berdik. Yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Yon tomondan yashik ustunuki qilib berdik. Kulish dankirat narsalarni solib berishga. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan turdagi yuk mashinalarimizga teng xizmat deysizlarmi, izolyatsiya furgo xizmat deysizlarmi, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.